Max haqidagi ikki xil mavzuli kitoblarimiz bor. Idiotni gorshok va Idiot в детский sad. Bular judayam original sifatli kitoblar. Clever nashriyotidan ikki xil mavzu judayam yarki, mana qaranglar. Tekstlari ham unaqa ko'p emas. Ayniqsa bolalarni не только просто gorshokka o'rgatish, balki ovqat qanaqa hazm bo'ladi, qayerlarga tushadi, mana shu joylarigacha podrobniy judayam zo'r tushuntirilgan. Bu Idiot в детский sad. Mana shunaqa chiroyli kitob bu. Bog'chada nimalar bo'ladi, mana hammasi chiroyli tushuntirilgan. Yana bitta детский sad haqida akoshkali shunaqa interaktiv katta kitob. Yaxshi. Mana akoshkalari ochiladi, yopiladi. Mana atvorotlari bor. Bog'chada nimalar sodir bo'lsa shular haqida judayam qiziqarli. Bitta qolgan bundan nalichida.